Bu hunarni boshlaganimizga 10 yil, 15 yil bo'ldi. Pichoqni yo'lga qo'yganimizga 1 yil bo'ldi. 1 yil davomida shu pichoqni shug'ullanib, 1 yil davomida shu pichoqni davom etkazyapmiz. Mana hozir bu yerda sovg'abop pichoqlarimiz bor. Oilaviy ishlatadigan pichoqlarimiz bor. Birinchi o'rinda mana sovg'abop pichog'imiz bular. Padar kabob, to'lon kunlarga, boshqaga. Boltalarimiz qassoblarga. Kampirlik naborlarimiz bor. Xo'jaliklar uchun bor boltalarimiz. Biznesda rivojlantirish bankidan mahalla bankiri keldi. Bizni ish jarayonimizni ko'rdi. Oldin bizga kredit olish juda qiyin edi. Biz o'sha mahalla bankiri kelib, biz vaziyatimizni ko'rib, chiqib, mana bizga qo'lidan kelgancha yordam berib, kreditlarimizni chiqarib berdi. Unga hozir ikkita stanok oldik. Bitta katta stanok oldik, bitta kichikroq stanok oldik. Ancha yengilladi ishimiz. Oldin bir kun davomida bitta pichoqda qiynalib qilgan bo'lsak, endi hozir bir kun davomida 3 ta pichoqni qilyapmiz. Ishimiz ancha yengillashdi. Xudoga shukr, daromadimiz yaxshi. Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz chiqyapti. Pichoqlar bo'yicha, boltalarimiz bo'yicha. Hozir aka-uka, ota-bola ish qilamiz oilada. Ikkita ishchimiz bor. Xudo xolasa o'zgarishlar yaxshi. Oldingi holatga qaraganda daromadimiz hozir ko'tariladi. Har tomonlama. Niyatimiz endi hozir yana istanok olib turib, bu tadbirkorlikni yanada kuchaytirish.